Tigosh, Hop. degab aytaymi? Ha. Ammo yurakdan javob berasan. Hop. 40 yildan beri do'stmiz. Hop. Aramizga qancha dugonalar keldi ketdi. Lekin biz qiyomatli do'stmiz. Albatta. Endi qiyomatli do'st har tomonlama sinalgan bo'lishi kerak ekan. Shunaqa. Naboda iloyim Alloh kechidan bersin u o'lib qolsam. Mana raqamdan kelib yig'laysanmi? Tushundimsan? O'lib qolsa nima qilaman bor? Borib bilmaysan-ku. Dugonam keldi deb kutyapman, sen nima qilaman boribman? Mani ruhim hamma narsani sezadi. Yo'q. Ko'rib turaman kim yig'layapti, kim ketyapti deb. Ammo lekin bitta nimam bor yuragimda. Nimam bor? Shu men o'lgandan keyin tezroqqina sani olib ketaman-da. Nima qilasan meni olib ketib? Zerikib qolaman men. Yo'q, shu chatishasingda. Men ketasan, yayrab bitta yashlab yurgin. Bo'lmaydi. Yomonligini qara. Ko'rdingmi, sen qiyomatli do'stmiz ekansan. Ha, bo'pti, boraman. Potag'ingga borsam bo'ldimi? Senga ham qatnashishim kerakmi? U dunyoga ham borishing Voy, kerak. shu videoni o'chirib qo'y. Juda qo'rqityapsan meni. Seni video qilib turgandim. Jiplasik.